keyingi mahsulotimiz, hurmatli klientlar, qora shampunimiz. Buni Lakolaning eng zo'r shampunlaridan bittasi, eng trenddagi va klientlar sevib ishlatadigan shampunimizdan bittasi. Ichi qora emas, qizlar sochni qoraytirmaydi. Buni vazifasi soch to'kilishini oldini oladi. O'sha bosh sohamizdagi sochlarni chiqishini tezlashtirib beradi. O'sha ildizdagi piyozchalarni tezroq yorilib, tezroq soch chiqishiga yordam beradi. Ichida vitamin B5, mors, alba, line, mentol degan moddalari bor. Juda ham zo'r effektga ega qizlar. Dol postlarni ham qo'yganman, ko'rishlaring mumkin. 2 oyda, kamida 2 oyda juda ham zo'r effekt beradi. Bitta shampunni bir kishi ishlatishi kerak. Bu shampunni ishlatishingiz jarayonida boshqa shampun qo'shmasligingiz kerak. Soch to'kilishiga qarshi eng zo'r shampunlarimizdan bittasi. Sochingiz agar to'kilsa, bemalol mana shu shampunni tavsiya qila olaman. Faqatgina sochingiz yog'li bo'ladigan bo'lsa, bu shampunni tavsiya qila olmayman. Sababi qora sedana anaqasi bo'lgani uchun, moddasi bo'lgani uchun bu shampunimiz ozgina yog'li sochlarga tushmaydi. Bundan keyingi videolarimda ko'rsatadigan shampunlarimni ishlatib, keyin bu shampunni ishlatishingizni tavsiya qilaman.